Birodarlar, meni rizqim kamayib qopti deb uykuni ko'paytirgan bilan ishi bitmaydi. Uykuni orqasidan faqatgina yolqovlik keladi xolos. Meditsinada uykuni chaqiradi degan qoida bor. Mayli o'zi shunday ekan, biz rizqimiz shunday yozilib qopti degan narsa bizi e'tiqodimizga to'g'ri keladigan narsa emas. Harakat qilganimizdan keyin rizqimiz bo'lmayotgan bo'lsa, Alloh taolo mana shuni taqdir qilibdi. Ammo harakat qilmasdan uyda uxlab, dam olib bir narsaga o'ngga, chapga harakat qilmasdan uyda o'tirgan odam bo'ldi, meni rizqim mana shu ekan deydigan bo'lsa, bu hech narsa dinga to'g'ri kelmaydigan narsa. Umuman bizni dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shunday odamlar bor ba'zilar hayotda. Bo'lmayapti deydi. Sen harakat qilyapsanmi deyish kerak. Halol yo'l bilan farzand boqishlik uchun harakat qilyapsanmi, yo'qmi deyish kerak. Erkak kishi birodarlar